Ana kolonalar ustaga nimagadir sho'rlaganda, shuni nima bilan ketqizsa bo'ladi? To'xtang. 3 yildan beri yashab kelyapsiz. Qachongacha yashamoqchisiz bu uyda? Bitsinchi. Nima bilan? Kislota. Hozir bizlar reklama qilyapmiz-ku, o'shandan sepish kerak buni. O'shanda idealni bo'ladi. Vasellik. Bundan ham sepamiz, asosan kislotada. Kislota kuydiradi. Biz yana taxminan 2 oylardan keyin bitsa, keyin ko'rsatmoqchi edim. 3 yildan beri yashab kelyaptilar, qaranglar mana. Qanaqa chiqdi? Zo'r, men o'zim ham endi ko'ryapman buni. Shunaqa. Sekin o'sha eski nima deydi, hoji akalar bor-ku. Cho'kkanimizda g'alaba qozonayotganmiz. Shunaqa. Ular bitsin, keyin ko'rsatamiz. Bitsin. Like bosib qo'yasizlar, duo qilib qo'yasizlar, xudo xolasa mana shu uyga. O'zim uchun qurolman desam aldagan bo'lib qolaman. Xullas hozir men bu reklamaga kelganmiz. Ko'pchilik hozir negativchilarni yuraklari chiqib ketdi deyapti. Shunaqa uy quryaptimi deb. Yo'q, unaqa emas. Kimga bo'lsa ham buyursin, lekin uy juda ham zo'r chiqibdi. Hozir Kam ta'minlangan uyda. Kim? Kam ta'minlangan bechorani. Aka o'zlari ko'rib qolsa nima qilasiz keyin? Mana. Kam ta'minlangan bechora deganingiz. Kam ta'minlangan sistema unga qardaymi? Ayda. Prikollar bu. Kam ta'minlangan, qiynalgansiz deb. Ha? Mana shu klaydan kim ishlatgan akalar? Mana G Tourist Aquifixdan. Qo'shamiz hozir. Ha, sho'ri aka. Hidi ham boshqacha ekan-a? Ana moment klaylarning hidiga o'xshagan ekan. Yo'lik imshog'i yaxshi ekan nargilardan ko'ra. Yo'q-a? Xullas qattiqroq bo'ladi-da, bu imshog ekan. Zamaskaga, stiklarga boya qo'llar qo'shib boshqa qilishga zo'r. granitlarni bir-biriga akkuratniy qilib yengiliga qilib qo'yadi. Sinib ketadi-yu, kimdirlar misol uchun falon pulga oladi, qimmat granit, anolar bor, Искусственный toshlar bor. Toshlar bor, o'shalarni akkuratniy qilib klaylashga yordam beradi. Xullas butun qilib beradi-da. Hozir buni otib ham ko'ramiz keyin. Qani bitsinchi. Bari ustasi e'tibor beringlar. Mana. Ish mamnun bo'ldi. Qasdim bo'ldi. Noldan podключ anaqa qilasiz, remont. Podключ noldan. Stik ko'rinmayapti. Bitta latta bo'lsa, Qotsin. ozgina qotsin, ha? Otashimiz ichidan keyin. Mana reklama mana bunaqa bo'ladi. Kesilmasdan akkuratniy, cho'tki. Aquifix G Torius. Qotishi ham yaxshi ekan, bemalol qotar ekan, tez qotib qolmas ekan. Yo'q-a? Nargi toshlar tez qotadi. Короче, sura olasan-da buni bemalol xohlaganingcha. Ha. Qotish mana hali yumshoq. Qani qanchada qotadi, ko'ramiz. Ochilib ketadi deysizmi? Yo'q, ochilmaydi Qot уже. 3 minutda mana shunaqa holatga keldi. Endi hozir buqsangiz baribir sinadi. Ozgina poylab turish kerak. Kerak. Yarim soat, 1 soat. Bu sirazi buni qotib qoladigan narsa emas-da. Buni turg'izib sizlarni o'tirmaymiz, buni ishxonaga olib ketamiz. Mana shu toshni, xudo xolasa, ko'ramiz. Tepadan otamiz, sindirib ko'rishga harakat qilamiz. Qani, shu yerdan qo'yib yuboradimi yo'qmi? Yoki boshqa joydan sinib ketadi. Ko'ramiz. Oradan 1 soat vaqt o'tdi. Ko'ramiz rezultatni. Endi ko'proq qotish kerak edi. Yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Qotgan 1 soatda, har yana 1 kun 2 kun turadigan bo'lsa, toshdek qotib ketadi. Xullas, ko'ramiz, tashlaymiz. Mana o'sha joyini ko'raylik, o'sha stikini. Stikidan baribirda hali vaqti bor ekan. O'zi ham sinib ketdi, lekin mana radnoyi ham sinib ketyapti. Xullas, borini boricha ko'rsatyapmiz. Baribir buni otib yuborish uchun qo'ymaymiz, to'g'rimi? Lekin kutganda balkim mana shu joydan qo'yavermas edi. Nima deysizlar? Fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarga shunaqa zo'r klaylar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab hamma dilerlarimizning nomeri bor.